Yeysanmi? Albatta, pechenyeni yaxshi ko'raman. Uyda ularni yer yong'oq yog'i bilan yeyman. Rostdanmi? Juda g'alati, men ham. Nahotki ko'pchilik uni yomon ko'radi. Ha, faqat negaligini tushunmayman. Men ham. Dadang qanday odam? U bilan gaplashsa bo'ladimi? Yoki u keyin gaplashamiz qizalog'im deydiganlar toifasidanmi? Shunaqalarni jinim suymaydi. Umuman olganda meni dadam yo'q. To'g'rirog'i, ota-onam allaqachon ajrashib ketishgan. Oyim haqida qayta gapirib ham bermagan. Go'yo u umuman bo'lmagandek. Hammani xayolida faqat ajrashish. Nimasini aytasan? Yoshing nechida? 11-oktyabrda 12 ga to'laman. Men ham. 11-oktyabrda tug'ilganmisan. Ha? Juda g'alati. G'alatiyan gapmi? Voy, yomg'ir tindi. Ola, oyini ko'rinish qanday? Uni ko'rmaganman. Go'dakligimda dadam bilan ajrashib ketishgan. Balki undan ham avvalroqdir. Dadam u haqda gapirishni yoqtirmaydi.